qizning eng yaxshi sarpasi odobi va axloqi. Tamom. Hozirgi kunda jamiyatimizda mushkulot bo'lib qolgan bir masala. Ya'ni uylanish kechikayotgan yoki turmushga chiqa olmayotgan, baxti ochilmayotgan, juft halol uchramayotgan yigit va qizlarga qanday tavsiyangiz bor? Yechimi nimada bu tugunni deb yozasiz? Ha, xo'p, yechimi hadeb qiz tanlashni, hadeb qiz tanlashni va hadeb yigit tanlashni to'xtatish kerak. Bir. Ikkinchisi, ota-onaga quloq solish kerak, qattiq. Uchinchisi, hurmatli bu endi erkaklarga ham, qizni ota-onasiga ham tegishli. Erkaklarga tegishli narsa, yigitlarga. Iqtisodiy qiyinchiligingiz bo'lsa birozgina bu narsani bahona qilmang. Iqtisodiy qiyinchilik deganda siz uylanishingiz uchun sizni alohida 5 xonali kvartirangiz bo'lishi va tagingizda inomarka bo'lishi, mashina bo'lishligi majburiy emas. O'sha uylanganingizdan keyin ro'zg'oringizni tebratadigan darajadagi rizqiga sabab bo'ladigan kasbni qilayotgan bo'lsangiz bo'ldi. Aslida uni rizqini siz bermaysiz. Bu aniq. Lekin kasb qilish kerak. Ya'ni dangasa, ish yoqmas, uyda yotadigan bo'lmasangiz bo'ldi. Mehnat qilyapsizmi? Uylaning. Alloh taolo nikohni fazli bilan sizni boy qilib yuboradi. Juda ko'p odamda buni isbotlaganmiz. Ikkinchisi, qizlarga tegishli, hurmatli qizlar, siz oq otdagi, takrorlan aytaman, qop-qora tahoyi mingan, bu anu millionlar haqida gapiradigan, dollar ko'tarib yurgan shahzodani kutmang. Chunki u sizga xayrlimi yo'qmi siz bilmaysiz. Bir. Diyonatli, axloq odobi joyida erkak bo'lgan, bir hamiyati bo'lgan yigitdan sovchi keldimi, istixora qilingda erga teging. Va qizlarning ota-onasi, iltimos sizlardan mana shu sarpa degan narsani yig'ishtiringlar. Qizning eng yaxshi sarpasi odobi va axloqi. Tamom.